أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz o'quvchilar, saboqdoshlar, diniy ilm o'quvchilar, bugun Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan har birsinglar bilan dars ustida uchrashdik. Bugungi dars namoz o'quvchi kishi namozda unutib qilish sabablik yoki g'aflat qilish sabablik yoki sahvallik sabablik namazning sifatlari, shartlari va talab qilingan qoidalarga xilof ish harakatda bo'lib qolsa, masalan, bir rakatni ortiq o'qigan yo kam o'qigan yo bir sajdani kam qilganga o'xshagan ish harakatlar bilan shug'ullanib qolsa, uni qandoq o'xshaydi, qandoq tuzitidi va uningga qandoq holatda isloh qiladi, mana bu masalalarni yuritib turadigan va buningga qarata amaliy hujjat, dalil isbot bilan hal qilib turadigan bir hadis ustida turibdimiz. Ya'ni bu sujudu sahvi, unutib qilish, g'aflat qilish sajdasi bo'lib, bu sajda qandoq qilinadi? Salomdan burun qilinadi yoki salomdan keyin qilinadi? Sajda sahvidan keyin tashahhud o'qilamdi yoki o'qilmamdi? Agar namoz ortiq o'qilingan bo'lsa, bir rakat ortiq o'qilingan bo'lsa, uni qandoq sajda sahvi bilan tuzatamiz? Kam o'qilgan bo'lsa, qaysi xil sajda sahvi bilan tuzatamiz deganga o'xshagan hukmlar bu hadisdan topiladi. Shuning uchun bu darsni to'liq, mukammal o'rganishinglarni talab qilaman. An Alqama radhiyallohu anhu qala Abdullah صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فسنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. Alqama raziyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Abdullah payg'ambar alayhissalatu vassalam namoz o'qib berdi dedi. İbrahim deydi, men payg'ambar alayhissalatu vassalamning namozni ortiq o'qidimu yoki kam o'qidimu buni bilmayman. Ishqilib ya kam ya ortiq bo'lganligi aniq, muayyan, ammo ortiq o'qib soldimmi yo kam o'qib soldimmi bu esimda yo'q. Falamma sallama, Rasululloh salom bergan vaqtda payg'ambarimga ya Rasululloh, namozda yenidan bir ish yuz berdimi, yenidan bir ish bo'ldimi deyildi. Payg'ambarim nima gap bu? Va mazak degan nima gap bu?
Nima degan savol bu? Nima demakchi? Oy, manda ish oldimi desa, "Ha, nima demakchi?" deb so'raymiz-ku. Yoki "Oy, manda ish bo'ldimi hozir?" desa, "Nima degan gap bu? Uqmadim men" degan gap. Va mazal. Ular siz shundoq va shundoq namoz o'qidingiz, ya'ni 5 rakat o'qidingiz yoki 3 rakat o'qidingiz, 4 rakatni 5 rakat o'qib soldingiz yoki 4 rakatni 3 rakat o'qib soldingiz debdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam putini agdi. O'ltirgan yerdan putini agdi, qiblaga oldini qildi, ikki sajdani qildi. An salam berib, falamma aqbala salam berib bulab, o'zining muborak yuzi bilan biz tarafga oldini qildi. Ya'ni jamoat tarafiga oldini qildi. Dedi, innahu law hadas, agar namozda bir ish yengidin yuz bergan bo'lsa, ya'ni bir hukm tushgan bo'lsa, Alloh taolaning buyrug'i kelgan bo'lsa, ya namozning sifati, rak'ati ne o'zgartiradigan bir buyruq kelgan bo'lsa, men sizlarga uni xabar bergan bo'lardim. Lekin menmu inson, sizlarga o'xshash inson menman. Sizlar unutgandek unutma. Men unutib qolsam, meni eslatib qo'yinglar, ismga sab qo'yinglar. Agar sizlarning biringlar namozida shak qilib salsa, 3 rakat o'qidimi, 4 rakat o'qidimi, 2 rakat o'qidimi, o'qimadimi, yoki qiroat qildimi, qilmadimi deginiga o'xshagan shaklardan birasi uningki ko'ngliga kelsa, to'g'risini o'ylansin. To'g'risini o'ylansin. Men birini o'qidimmi, ikkini o'qidimmi deb to'g'risini o'ylansin. Şu o'yga asosan namozni mukammal qilsin. Ya 2 rakat o'qibdimi, ya 3 rakat o'qibdimi, ya 4 rakat o'qibdimi deb o'ylanib, shu o'yga asosan mukammal qilsin. An salam berib 2 sajda qilaversin dedi. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana bu hadis orqali unutib qolgan yoki shak qolgan ahvollarda namozni qandoq o'xshash, qandoq tuzash, qandoq xatoliklarni tuzitish haqida bu yerda bizga Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yo'l ko'rsatib qo'ydi. El-ma'nal am, umumiy ma'nosi. Subhane men evda'a fi kulli kalbin ma şagala. Her bir kalpte o kalpni meşgul kılıdığan, aldıraş kılıdığan işlerini urullaştırıp koygan Allah'ını paktayman. Her bir kalpnin özü güçlük, aldıraşçılığı var, özü güçlük, meşgulatı var. Dünyada kuruk kalp yoki mashg'uliyatdan xoli qalb bo'lmasa kerak. Qalb hech bo'lmaganda o'tmishini o'ylagan yoki hozirda tafakkur qilgan, yo kelgusidan ansirgan, yoki nimadir bir narsa haqida fikr qilgan, u to'xtamagan. Hatto qalb uxlab qolganda ham bekor emas, tushkurish, yo qo'qish, yo xushal bo'lish, ya sayli sayohat qilishdak qalbni mashg'ul qiladigan ishlarni Alloh urulashtirgan. Shu qalbdan chiqirib o'tay, unutib ketay, esimdan ko'tarib ketsin desama ketmaydi. Subhana man arsala rusulan min al-bashari mubashirin va munzirin yuallimuna an-nasa al-kitaba wal hikma. İnsanlar ichidan yaxshi ish qilgan, haq yo'lda manganlarga xo'sh xabar beradigan, haqdan chatnab ketgan, haqdan yuz o'rgan, haqqi inkor qilganlarga agalandiradigan, kishilarga Qur'onni o'rgatadigan,
hadisni o'rgatadigan, hikmatni, har narsani o'zining o'rnida qo'yishni o'rgatadigan payg'ambarlarni avatgan Allohni poklayman. Istafahumullahu falam yataraffa'u ala umamihim wa lam yad'u li anfusihim ma laysa lahum fa'alanu bi alsinatihim annahum basharun wa shahada Allahu an tashhada hayatuhum wa tasarrufatuhum bi annahum bashar yuhibbuna wa yakrahun yasumuna wa yuftirun yaqumuna wa yanamun yufakkiruna wa yanshagilun wa yansawna wa yazkurun. Ularni Allah subhanahu wa ta'ala tanladı. Adamlar içinden nasabda, urug'da pak kishilar içinden tanladı. Şunlaçqa ular milletiga yo'g'onlik qilmadi. O'zini cho'ng tutmadi. Haqoratlik qilmadi. Yani biz payg'ambar, biz sizlarning ustozinglar, biz haqqi yetaklayotgan yetakchi, biz sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash xizmatini qilyapmiz. Bizning ustimizda haqqimiz, sizlarning ustingizda bizning haqqimiz cho'ng deb o'zini cho'ng tutmadi. Balkim Allah subhanahu wa ta'alaning öz bandelari ichidan ularni risolat vazifasi bilan tanlaganligiga teşekkür bildirish uchun men Allah Taalaning elchisi, Allah Taalaning payg'ambari, Allah Taala menga insonlar ichidan o'sha omonatning o'zini yukletkizdi deb xursandligida Rabbining tanlaganligiga teşekkür bildirish yuzasidan ular Allohning bandalariga nihoyat kamtar, nihoyat mutavozi bo'ldi. Ular o'zlari uchun o'zlarida yo'q narsani da'vo qilmadi. Shunlashqa tili orqali o'zlarining inson ekanligini e'lon qildi. Tili orqaliqmi biz degan inson, bizmi odam. Allah subhanahu wa ta'ala ularning hayotining, ish izlarining ularning inson ekanligiga guvohlik berishni xohladi. Hayoti, tasarrufotimi inson ekanligiga guvohlik berishni Alloh xohladi. Ularni yaxshi ko'rdi, yomon ko'rdi, ro'za tutdi, iftor qildi, kechasi qiyom qildi, uxlaydi, tafakkur qildi, oldirash bo'ladi, unutib qoladi, aslaydi va hokazo to'y qiladi, va hokazo balaliq bo'ladi, oila quradi, yeydi, ichidi va hokazo mana inson qiladigan ishlarni qilish bilan ularning inson ekanligini hayoti guvohlik berdi. Ve men minar rusul kana misle Muhammedin fima kullife bih. Peygamberler içinden Muhammed aleyhisselam'a o'xshash, o Muhammed aleyhisselam ininga taklif qilingan narsada peygamberler içinden Muhammed aleyhissalatu vesselam taklif qilingan narsada Muhammed aleyhisselam'a o'xshash kim var? وَمَنْ مِنْهُمْ حَمَلَ مِسْلَ مَا حَمَلَ فِي رِسَالَتِهِ. Peygamberler içinden Muhammed aleyhisselam öz risaletide üstüge ağan nesini üstüge ağan kim var? İnnehu Resulul beşeri amme. Mana inne bunun illeti. Çünkü insan özü teklif kılıngan nasiga biqib onun meşguliyeti buludu, onun aldırışçılığı buludu, onun işleri buludu, onun fikirleri buludu. Şu Muhammed aleyhissalatu vesselam'a o'xshash
Peygamberler içindemi o taklif kılıngan amellerde birer peygamber var mı? Resulullah özünün risaletini kötergen, nesini kötergen birer peygamber var mı? Yok. Hakikaten peygamberim bütün adamların peygamberi. Bütün adamların peygamberi. Aklarının, kızıllarının, onundan peygamberimden başka ve gayruhu min ihvanihir rusul kâne kullun minhum resulu kavmihi khassa. Resulullah'dan başka onun peygamber kerindaşları her biri ola öz kavminin has peygamberiydi. Resulullah'dan başka biri öz kavminin, milletinin has peygamberiydi. Ama Resulullah bütün ak, kara, kızıl, sarı, hemen renk ve tür milletlerinin peygamberiydi. Bugün yeryüzüde 7 milyar insan desek, şu 7 milyar insanın hemmisinin mesuliyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüge düşerdi. Aynı zamanda bu Resulullah'ın zamanında neçe milyar insan olsa şunun mesuliyeti Resulullah'ın üstüge düşerdi. لَقَدْ هُورِبَ مِنْ اَهْلِهِ وَهَاجَرَ مِنْ وَتَنِهِ. Resulullah ehli taraftan karşılıkka uçradı. Yani cenk kılındı. O ehli, milleti, halkı Resulullah'ını düşman tuttu, yaman gördü. Hatta Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin alıdığan kademleri, tınıdığan tınıkları, sözleydiğan sözleri geçillik nazaret astığı aldı. Resulullah'ın her bir işlerine arılaştı. Her bir kademlerini takip kıldı. Umumeten Resulullah'ın öz vatanida mevcut bulup turuşu xatarga duch keldi. Peygamber aleyhisselam vatanidan hicret qilib ketdi. Öz yurtiga patmay, öz qavmi ichida sig'may, öz xalqi arig'i olmay vatandan hicret qildi. Din uchun, vazifasi uchun, öz üstüge yüklengen amaneti uchun وَمَا اِنْ وَطِئَتْ قَدَمُهُ وَتَنَهُ الصَّانِي حَتَّى بَنَى مَسْجِدَهُ وَفَتَحَ فِيهِ مَدْرِسَتَهُ الَّتِي يُعَلِّمُ فِيهَا أُمَّتَهُ. Resulullah'ın kadimi ikinci vatani bolgan Medine'ge desmi Peygamber Resulullah mescid saldı. O yerde, o mescitte öz ümmetige ilim öğütüdüğün medresini açtı. Beda'el a'da'u yeterabbasuna bih ve yuhacimunehu ve yekirune bih. Düşmanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni küzütüşke, Resulullah'a hücum kılışka, Resulullah'a suikast kılışka başladı. Öz vatanidan çıkıp ikinci vatanga berip kadimini ala amay mescidin birini silip o mescidde yana özünün asli vazifesini başlattı. Bu mescidni medresege aylandırıp davet kılış, ümmetni terbiyeleş, Kur'an'ın tirik Kur'anlarını yetiştiriş, o yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşgul oldu. Şunun bilen düşmanlar yani Resulullah'ını küzütüp, hücum kılıp, suikast kılışka başladı. Yani ikinci vatanga berip lan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani düşmandan hali bulanmadı, yani karşı turguculardan kutulalmadı. فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ سَيْفَهُ وَيُدَافِعَ عَنْ دِينِهِ. Şunlaçka Resulullah kılıçını
qo'lga olmay, o'zining dinini qo'g'dimay chora bo'lmadi. Yana u vaqtda aram bo'lmagandan keyin Rasululloh oxirsida qilich ilishga majbur bo'ldi. Qilich orqali, qurol orqali dinini qo'g'dashga majbur bo'ldi. Chunki uni majbur qilganlar dal u dinning dushmanlari va dinning qarshi turg'uvchilari edi. Bada'atil g'azavatul wahida tilval ukhra. G'azatlar birisining keynidan boshlanib ketdi. Kullama aada min g'azvatin zarra bighayriha. Rasululloh bir g'azatdan yenib kelsa, uni yenib boshqa g'azat bilan g'azatga tayyorlik qiladi. Va ma wada'a silahahu hatta labisahu. Qurol yarog'ini qo'ymay uni yana kiratdi. Qad tahawwana hurubus sayf amama hurubil munafiqin va makaidihim. Hatta wasala al-kaydu an tanawalu 'irdahu fi zawjatihi. Bir urushdan yenib kelsa yana bir urush, bir g'azatni qilsa yana bir g'azat, biriningdan kelib Qur'onni qo'ysa yana uni Qur'onni kiyish, qilich urushlari, munofiqlarning urushlari, suiqastlari oldida hech nima edi. Suiqasd shu yerga yetdiki, ular Payg'ambar alayhisolatu vasallamning obro'yiga ayoli bilan chaqilishga yetdi. Suiqasd Payg'ambar alayhisolatu vasallamning obro'yiga ayolida chaqilishga yetdi. O qilich urushlari bilan g'alaba qilib kelsa, aradagi safning ichidagi, yurtning ichidagi, atrofdagi munofiqlarning urushlari, suiqastlari yana aram bermaydi, to'xtamaydi. Hatto suiqasd Payg'ambar alayhisolatu vasallamning obro'yini tushirish, yuzini to'kish, inovatini tuvallatish uchun ayoliga tuhmat qilish, bo'hton chaplash, qarilash, ayoli haqida fitna terishchilik bor. Hushudun minal afkar yashhadu biha qalbuhu sallallohu alayhi vasallam. Hushud degan top demakchi. Nurg'un fikrlar bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamning qalbi to'shib ketganlik. Din ishi, musulmonlarning ishi, dushmanlarning ishi, munofiqlarning ishi, ayoli oilasining ishi, jamiyat ishi, davlat ishi, nurg'unlagan ishlar, nurg'unlagan fikrlar bilan Payg'ambar alayhisolamning qalbi to'shab ketganlik. Va hakaza ta'zumul mashaghil bi'azmatir rijal. Ana shuningdek erkaklarning kattaligi bilan mashg'uliyatlarmi katta cho'ng bo'ladi. Qancha erkak cho'ng bo'lsa, uning ustiga olgan mas'uliyati, ko'targan yuki ig'ir bo'lsa, mashg'uliyatmi shuncha cho'ng, shuncha katta, shuncha ig'ir bo'ladi. Va azmati ma yunatu bihim min a'mal, u erlarga, ya'ni rijallarga qarashliq ishlarning cho'ngligi bilan mashg'uliyatmi cho'ngiydi. Fahal na'jabu iza nasiya sallallohu alayhi va sallam fi salatihi kam salla va hal na'jabu iza qama fi salatin ruba'iyya ba'da rak'atayn va lam yajlis lit-tashahhud al-wasat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam namozida qancha rakat namoz o'qiganligini unutib qolsa hayron qolamtimiz. Payg'ambar alayhisalom 4 rakatlik namozda 2 rakatdan keyin o'rnidan turib ketib,
o'ttirida teşahhud üçün oltumisa hayran bu kalamtimiz. Ve hel na'cabu iza qama li khamisatin fi salatin rubaiyye. 4 rekatlik namazda 5. rekat üçün o'rnidan turib kesse hayran bu kalamdık. Laqad nabbahuhu ve sabbahu felem yeltefit ila tesbihihim. Ula Peygamber aleyhisselam'ını ağalandı de. Subhanallah, Subhanallah dedi. Peygamberim ulanın tesbihige dikkat kılmadı. Faqamu ma'ah ve taba'u. Ulamı Peygamberim bilen o'rnidan tudu ve Resulullah'a geçti. Hatta qada salatahu ve sallama fasallamu. Neticede Peygamber aleyhisselam namazı tügetti, salam verdi, ulamı salam verdi. Ve tehawwala anil kıbleti ba'des selam ve istakbalahum. Resulullah salam verip bulup, kıbli taraftan örülüp, ulağa aldığını kıldı. Ve kânetil ahkâmu şer'iyye tenzilu tiba'an minallah. Şer'i hükümle Allah subhanahu ve ta'ala'ya ergişip düşetti. Ve zennu enne emre salat qad tagayyar. Ola namazın işi özgergen okşaydı o dep oylap fese'ale sailuhum. Uladın birisi ahadese bis salati şey'un. Namazda bir yeni iş payda buldu mu dep sorudu. Em nesite ya Resulallah. Ya ki unutup kaldın mı ya Resulallah dep sorudu. Kale lem yahdus haza ve la zak fema zaraytum. Peygamber aleyhisselam unda mı bulmadı, bunda mı bulmadı? Yani namazda yeniden bir hüküm yüz bergen iş mi yok? Unutup kalgan iş mi yok? Hiç qaysi iş bulmadı. Nime iş köydüğünle, nime ahvalını köydüğünle dedi. Ula sallayta khamsan badala arba. Sen 4 rekat okutkanın onuğa 5 rekat okuvattın. Depti. Fa nazara fi vujuhil kavm. Peygamber aleyhissalatu vesselam cemaatinin çırayıga bir qarıdı. O qarıdı. Ma kişinin digini toğru mu ya toğru emas mı? Hem insan özəng elişqanlığını his qılğançağında başqalar sen elişdin dese ya men emas siz elişip ketken oxşaysız men hiç qandaq bir elişip ketmegen deymiz. Ya o adam ya men elişip ketmedim siz elişip kettiniz dese unda o etrafdakilarga siz bir dep baqinglar zadi men elişip ketdimmi deydigan gap. Faiza hiya tusaddiqu as-sa'il ve tuzakkiru sallallahu aleyhi ve sellem ma nasiya. Şu vaqtda cemaatning chiroylari so'rg'uchining rostligini isbotlab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga unutib qolgan ahvolni eslatyotdi. Fastaqbalal qibla ve sanada rijlayhi ve jalasa jalsata sujud ve sajada sajdatayn summa sallam summa aqbala عليهم بوجهه يعلمهم يقول لو حدث في الصلاة زيادة أو نقص لأخبرتكم به وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أسبتم إذ نبهتموني وأحسنتم فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا فليجتهد بالثواب وليكمل ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو. Şunun bilen Resulullah kıblaga aldığını kılıp iki putunu igip secdede oltuğandak olturup iki secdini kıldı. Kim salam verip sahabelerge mübarek yüzü bilen qarab ulağa ügetkili mübarek yüzü bilen qarab mundaq dedi. Fakat menmu sizlarga o'xshash inson ekanman. Sizlar unutib qolgandak menmu unutib qoladi ekanman.
Sizlar meni ağalindirib, to'g'ri qildinglar. Yaxshi qildinglar. Unutib qolsam, meni eslatib turinglar. Sizlarning biringlar namozida shak qilib, 3 rakat o'tidimi yo 4 rakat o'tidimi shak qilsa, to'g'risida izdansin va to'liq o'qivasin. To'g'risida izlanib, 3 rakat o'qigan, 4 rakat o'qiganligini abdan o'ylansin, to'liq o'qisin. An salom berib, 2 sajda sahvini qilaversin deb Rasululloh xabar berdi. Demak, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamni unutib qoladiganligi, xatolashib ketadiganligi, mashg'ulotning ko'pligi bilan shu qadar insonning ba'zi ishlari esidan chiqib ketadiganligi mana bu hadisdan ifodalanib turibdi. Al-mabahisul arabiyya la adri zada aw naqas. Namoz kam bo'lib qoldimi yoki ortiq bo'lib qoldimi buni uqmayman. Haza shakku min İbrahim'in Naxai. Bu İbrahim'in Naxai'dan sodir bo'lgan shak. Rivoyat qiluvchi shunday rivoyat qildi. Hamda shunday bo'lganligini aslayolgan bo'lsa-mu, ammo qaysi bo'ldi bu ism emas, ismda yo'q, ammo shunday bir bo'lganligi ismda deganga o'xshaydi. Rivoyat ibn Mas'ud la shakka fiha. Abdullah ibn Mas'udning rivoyatida shak yo'q. Wa labzuha salla bina Rasululloh 5. Abdullah ibn Mas'udning rivoyatining labzi bizga Rasululloh 5 rakat o'tab berdi, 5 rakat namoz o'qib berdi deyish bilan 1 rakat namozni ortiq o'qib solganligi. Bu yerda ortiqlikdan bo'lgan sahvi ekanligini uqtirib berdi. Summa rivoyatu al-Qama an ibn Mas'ud la shakka fiha. Al-Qamaning Abdullah ibn Mas'uddan qilgan rivoyatida bu shak yo'q. Ve ya'tarifu İbrahim bi anna ash-shak min jihatihi huwa. İbrahim shakning o'zi tarafidan bo'lganligini e'tirof qildi. Musarrihan bizalika fi ba'd ar-rivoyat. Ashuni ba'zi rivoyatlarda uchuq ifodalab, o'zi tarafdan bo'lganligini ba'zi rivoyatlarda uchuq ifodalagan. İz yaqul val vahmu minni. Chunki u vahmi yani bir xil xiyol, o'ylash mendan deydi. Va fi ba'd ar-rivoyat yaqul va aymillah ma jaa zalika ash-shak illa min qibali. Ba'zi rivoyatlarda Alloh bilan qasamki, bu shak men tarafimdan kelgan. Men uni ismda yaxshi saqlayolmagan deydi. ولو أنه تدبر في الرواية لتراها الشك لأنه لو كان نقصا لأكمل في الصلاة. Agar u kishi namoz rivoyatda abdan o'ylangan bo'lsa, shakni tashlaydi. Chunki namoz kam bo'lgan bo'lsa, namozni mukammal qiladi, to'liq qiladi. Ahadasa fi salat shay'un ay ziyada, ya'ni shay yani bir namazın ortiqligi yuz berdimi? Ve mazak degan zalika şey'ul lezi taqsudunahu bi annahu hadas. Nima va, nimishava? Nima demakchi sizlar? Degandan sizlar bir ish yangidan paydo bo'ldimi deb maqsad qilgan u narsa nima? Qaysi ish u demakchi. Qalu sallayta kaza va kaza. Ular munna namoz o'qidi. Kaza kaza ameliyatda deyilgan so'zdan kinoya. Ya 5 rakat o'qiding, 4 rakat o'qiding, ya 3 rakat o'qiding deyilgan bir so'z var ya, shu so'zdan kinoya. Va fi rivoyat sahih qalu sallayta 5. Sahih rivoyatda 5 rakat o'qiding dabba. Vallazi kana ibn Mas'ud. Bu yerda kinoya qilgani Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud shunday kinoya gap qilgan. ولكن إنما أنا بشر قصر نفسه صلى الله عليه وسلم على البشرية من قبيل قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافيا. Peygamber aleyhissalatü vesselam özünü
insonlikqa muqimlashtirdi. Bu mevsupni sifatga muqimlashtirganlik qabilisidan bo'ladi izofiy tariqada, uni selishtirish tariqada. La innama ana basharun la malik man bashar man insonman ammo nima emas farishta emas melek ya'ni farishta emasman demakchi. Bu yerdagi men insonman degan insonlam demakchi emasmi izofiy tarifda farishta emas endi men inson demakchi. Bu payg'ambar sallallohu insonlik bilan nubuvvati bir-biriga qarshi kelmaydi. Chunki bu nubuvvat kimga? Insonga. Nubuvvat kim uchun? Inson uchun. Nubuvvat kimni isloh qilmoqchi? Insonni. Nubuvvat kimlarga lozim? Insonga lozim. Shu Rasulullohning inson bo'lish sifati bilan nabiy bo'lganligini bir-biriga zid emas. Ansa kama tansaun vajshaba mutlaqa unutib qilish. Men sila unutqon, menmo sila unutqaninglardek unutmayman degan faqatla unutishni o'xshatmoqchi. Bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning unutishi bilan uningdan boshqa har qanday dunyodagi insonning unutishi asla o'xshamaydi. Uning sifati sonida emas o'xshatish. O'xshatish unutib qilishda, ammo sifatida yoki sonida sil unutganda ko'p unutmayman, yo sil unutganda qattiq unutmayman, unda emas. Falyataharris savab falyutim alayh. Bu yerda xilma-xil so'zliklar bilan rivoyat qilingan falyanzur ahrazalika lis-savab degan yami bor. Buning to'g'risiga yaqinroq qarab baqsin deb bor. Endi bir yerda yataharra aqraba zalik ila savab buning to'g'risi buning to'g'riga yaqinroqini bir o'ylab baqsin degan ham bor. Yana falyataharra allazi yara annahu savab deb bor. Endi to'g'ri deb qarag'inni bir o'ylansin degan bor. Va taharri lis-savab talab va muhavalatul vusul ilayh. To'g'risini izlash degan, ya'ni to'g'riga yetishga urinish va izlash. To'g'riga yetishni o'ylab baqsin. Yoki to'g'riga yaqinlashtirgan narsaga demakchi. Ana taharri degan aslida qasdni, ya'ni maqsad qilish, niyat qilish degan ma'noda. Va shak indal usuliyin huwa mastawa tarafahu al-fi'l wal adam. Shak degan usul shunas ulamolarning qarashida uning ikki tarafi qilgan, qilmagan tarafi barobar bo'lib qolgan ishni shak deymiz. Qildimmi, qilmadimmi o'xshash. Agar qilgan tarafi kuchliroq bo'lib qolsa, qilmagan tarafi kuchli, qilmagan tarafi ojiz yoki qilmagan tarafi kuchli, qilgan tarafi ojiz bo'lib qolsa, u shak bo'lmaydi. Walil ba's baqiyatun fi hadis. Bahs qilish uchun hadisning mazmunida ya'ni o'rinba qolgan o'rinlar bor. Fiqhul hadis. Sabata fi sahih anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasiya fi salat faqama min sintayn wa lam yajlis wa lam yatashahhad tashahhud al-wasat falamma qada salatahu sajada sajdatayn qabla an yusallima ومرة نسي فسلم من سنتين والصلاة رباعية فعاد فأتم الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda unutib qilib 2 rakatlik namozda o'rnidan turib o'ltamaganligi, ya'ni o'ttirdagi tashahhudni o'qimaganligi kelgan. Payg'ambar alayhisalom namozni tugatib salom berishdan burun 2 sajdani sajda qilgan. Tugatgan chaqda, namozni tugatgan chaqda salom berishdan burun 2 sajdani qilgan. Bir qitim unutib qilib 2 rakat bo'lganda salom bergan. Vaholaniki namoz 4 rakatlik edi. Shuning bilan Rasululloh yenib kelib namozni to'liq qilib 2 salomdan keyin
sajda sahvini qilgan. Bir qitim unutib qilib 3 rakatda salom berdi. Namoz 4 rakatlik edi. Yenib keldi. 1 rakatni o'tdi, keyin sajda sahvini qildi, salom berdi. Mana bu yerda 3 xil ahvol bor. Birinchisida 2 rakatlik namoz birinchisida Rasululloh 2 rakatda o'ltimay, ya'ni tashahhud o'qimay, qo'pab ketib, namozni tugutib qilgan chog'da salom berishdan burun 2 sajda qilgan. Bir qitim unutib qilib 4 rakatlik namozni 2 rakatda salom berib o'tib, deyilgandan keyin namozni to'liq o'qib, salomdan keyin sajda qilgan. Bir qitim 4 rakatlik namozda 3 rakatda salom berib, sajda sahvi qildi, keyin salom berdi. Ve hadisuna sallar rubaiye 5 summa ada fasajada lis-sahvi summa sallam. Bizning hozir davatgan hadisimiz 4 rakatlik namozni 5 rakat o'qib, keyin yenib kelib, sajda sahvi qildi, salom berdi. Mana bu 4 xil ishlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuz berdi. وَدَبْتًا لِشَوَارِدِ الْمَوْضُعِ نُقَسِّمُ الْخُطُوَاتِ إِلَى Timiga alaqadar mazmunlarning, yani لِشَوَارِدِ الْمَوْضُعِ şu timinin tarqaq bo'lib ketgan, chechilib ketgan mazmunlarini kontrol qilish uchun qadamni tuvandikiga bo'lamiz. Yani bu sajda sahvi haqidagi timiga alaqadar mazmunlar bak tarqaq. Her xil rivoyatlar bor. Shuni kontrol qilish uchun qadamlarni tuvanga bo'lamiz. Mata yushra'u sujudu sahvi va ma mawdi'uhu qabla salam aw ba'da va ma hukmuhu va ma kayfiyatuhu va ma za yaf'alu ash-shak va ma hukmu sahvil anbiya'i ve nisyanihim ve ma za tu'khazu min al-hadis min ahkam. Sajda sahvi qanday chaqda yo'l qo'yiladi? O'rni qachon? Salomdan burunmi yo keyinmi? Hukmi nima? Farzmi, sunnatmi, vojibmi? Uning shakli qaysi xil shaklda? Namozdankiga o'xshashmi yoki ayrimchi shakldami? Shak qilg'uvchi kishi nima qiladi? Namozda shak qilgan bo'lsa nima qiladi? Payg'ambarlarning unutib qilishining va g'aflatda bo'lib qilishining hukmi nima? Payg'ambarlarmi unutib qoladi ekan, g'aflatda bo'lib qoladi ekan, uning hukmi nima? Hadisdan qanday hukmlar ilinadi? Mana buni bir-birlab bu xil hadisda o'tirib qo'ymoqchi. Ammal mawadi'u allati yushra'u fiha sujudu sahvi bil idafa ila halati ziyadati aw an-nuqsan al-mushar ilayha. Yuqorida ishorat qilingan namozni kam yoki ortiq o'qib qilish ahvoliga qo'shib sajda sahvi yo'lga qo'yilgan urullar. Faqat qala an-Nawawi fil majmu' Nawawi al-Majmu' degan kitobida mundaq dedi. Law taraka ba'dan min al-ab'as. Agar namoz o'quvchi ba'zi ishlarni qo'yib qo'ysa, vahiya tashahhudul avval, masalan bu birinchi tashahhud. 4 rakatlik namozda birinchi tashahhudni o'qimabdi. Val julusu lah tashahhud o'qish uchun o'ltirish. O'qimabdi, o'ltiribdi. Yoki o'ltamayli qo'pab ketibdi. Val julus o'ltirish, qunut vitrda, qiyom lah, ya'ni qunut uchun yuritish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, onun oilasiga birinchi tashahhudda durud yo'llab selish.
Mesela ikinci rekatlik namazda teşahhudlar okup kin durutga o'tib ketadigan bunda ahvollar. Ve kezalike alel al fi teşahhudul ahir. Shuningdek oxirgi teşahhudda olig'i bu durut yo'llab salish. Bunda ahvollar bo'lib qolsa jabara bi sujudi sahvi iza tarakahu sahvan. Sajda sahvi orqali namoz o'quvchi o'xshaydi agar uni unutib qilib qo'yib qo'ygan bo'lsa. Va in tarakahu amdan, agar uni qasddan qo'yib qo'ygan bo'lsa, uning ikki yo'li bor. Yuqoridagi ahvollarda namoz o'quvchi tashahhudni o'qimabdi, yo o'ltamabdi, yo qunut o'qimabdi, yoki namozga qunutga turmabdi, yoki durud o'qib sabdi, yoki o'qimabdi bo'lib qolsa, unutib kelib g'aflat bilan tashlab qo'ygan bo'lsa, sajda sahvi bilan o'ngishib oladi. Agar uni qasddan tashlab qo'ygan bo'lsa, uning ikki yo'li bor. Ahaduhuma la yasjud, uning u ikki yo'lining biri sajda qilmaydi. Lianna sujuda mashru'un lis-sahvi. Chunki sajda sahvi g'aflatda qolib qolganlik uchun yo'lga qo'yilgan. O yerda g'aflatni qilib, unutib qilib, xatolashib qilmasdan, balkim qasddan shunday qilganlik uchun o yerda sajda qilganning kerak yo'q. Va bihi qala Abu Hanifa, bu xil qarashni Imom Abu Hanifa dedi. Chunki qasddan qo'ygandan keyin uni sajda bilan o'ngishg'ili bo'lmaydi. Va qila yasjud. Abu Hanifaning ba'zi ashablaridan sajda qiladi dedi. Her halda sehvellik var. Yani her halda namazның süpti, namazның ki şeriatda yo'lga qo'ygan ahvoliga xilaf ish bo'lganligi uchun sajda qiladi. Va amma g'ayrul abaz min as-sunan, amma sünnet, amma ba'zi vacib ishlardan boshqa sunnatlar kat-ta'avvuz, A'udhu billahi mineşşeytanirracim ne deyişke o'xshash, duaul istiftah, takbir tahrimidan kin subhanakallahumma ve bihamdik deydigan istiftah duosi bor. Buning o'xshagan Rabbul yadayn qo'lini ko'tarish va takbirat, uningdan keyingi boshqa namozlarda takbir, masalan Allohu akbar deb rukuga boradigan, Allohu akbar deb sajda qiladigan bu takbirlar, tasbihlar, ruku, sajdadagi subhan robbiyal azim, subhan robbiyal a'la val jahr, oshkora o'qiydigan qiroatlarni oshkora o'qimaslik, val isror, maxfiy o'qiydigan ishlarni maxfiy o'qimaslik, tavarruk, pallikini qo'yib o'ltirish qa'dida, val iftirosh yoki putini ko'p qilib, ya'ni belikini sajda qilgan chaqda ko'p qilish va sura ba'dal Fatiha, Fatihadan keyin sura o'qish va du'al yadayn ala rukbatayn, qo'lini tizi ustida qo'yish va sair sunanul qavli va boshqa so'z bilan bo'ladigan sunnatlar, vojiblardan boshqa fala yasjudu laha, uning uchun sajda qilmaydi. Savaun tarakaha amdan aw sahvan, mayli namoz o'quvchi uni qasddan tashlab qo'ysin yoki unutib qilib g'ofillikdan tashlab qo'ysin, uning bu yerda sajda qilmaydi. Chunki sunnat uchun sajda qilmaydi. لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها. Çünkü Resulullah'dan yukarıdaki işler için secde kılganlık nakl kılınmadı. Ve sucud ziyadetun fi salat. Secde kılış degen namazның asliga ortiq kılganlık, qo'shib atganlık. Fala yejuzu illa bit-tawqif. Şunlaçqa namazga ortiq bir harakat, bir ishni qo'shash
durust emas, faqat tavqif bilan, ya'ni shariatning bekitishi bilan bo'ladi. Va sunanu tuxaliful avaz, sunnat degan namozningki ba'zi vojiblarga xilof u. Fa innahu warada tawqif fi at-tashahhud al-awwal va julusihi. Birinchi tashahhud va o'rnida o'tirish haqida tavqif keldi. Va qisna alayhi vaqiha, biz uningga qolganlarini selishtirdik. Amma iza fa'ala manhiyan anhu mimma la tubtilu salata bi'amdihi, amma namoz o'quvchi uni qasddan qilsa namozi buzilmaydigan ishlardan iborat cheklangan bir ishni qilsa, kal iltifot, o'ng so'l tarafga qaraganga o'xshash, ko'zning quyruq bilan qarash, yo beshni azroq egib qarash, masalan, bir qadamni oldi keyniga elish, kiyim-kechaklarni turish, ushshaq tashlarni sajda qiladigan yerda yo tizini qo'yadigan yerda ushshaq tashlar bo'lib qolsa, tashlarni tuzib o'tish, shuning o'xshagan ishlar bo'lib qolsa, uni qasddan qilsa namoz buzilmaydigan ish bu-chu. Bunda manhini qilsa, fala yasjudu lis-sahvi li'amdihi va la li-sahvihi. Sajda sahvini qilmaydi, qasddan qilganlik uchun bo'lsin va g'aflatda qilganlik uchun bo'lsin, sajda sahvi qilmaydi. Fa innan nabiyya sallallohu alayhi va sallama hamala umama va wada'aha va khala'ana alayhi fi salah va lam yasjud li shay'in min zalik. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamma umama radhiyallohu anhani ko'tadi, ustiga oldi, uni sajda qilishda pastda qo'ydi. Oyog'ini namozda silvatdi. Buningga sajda qilmadi. Fa in fa'ala sahiyan manhiyan anhu tabtulu as-salat bi'amdihi. Agar unutib qilib, g'aflat bilan namoz uni qasddan qilsa buziladigan, cheklangan ishni qilsa, kal-kalam va ruku'iz zaidayn, gap so'z qilgan, ruku qilganga o'xshash, ortiq ruku qilganga o'xshagan, qasddan qilsa namoz buziladigan manhiyuni qilsa, fahaza yasjudu lis-sahvi. Mana bu xato, g'aflatni qilib qilganlik uchun sajda qiladi. Iza lam tabtul bihi salat, uning bilan namoz buzilmagan vaqtda. Qala Abu Hanifa yasjudu lil jahri wal israr. Imam Abu Hanifa maxfi o'qiydigan yerda oshkor o'qisa, oshkor o'qigan yerda maxfi o'qisa sajda qiladi. Va qala Malik yasjudu li tarki jami' al hay'at. Imam Malik ham har qanday namozning shaklini tashlaganligi uchun sajda qiladi dedi. U vaqtda sunnatlarni o'z chiqaradi. Va amma mawdi'uhu qabla salam aw ba'da. Amma sajdaning joyi salomdan burunmi yoki kinmi? Faqat ixtilafa fihi al-fuqaha. Bu vaqtda ulamolar ixtiloflashdi. Demak, yuqorida vojibga sajda qiladiganligi, ammo vojibdan boshqa sunnatga sajda qilmaydiganligi umumatan chiqdi. Chunki sajda qilsa, sajda aslan namozda yo'q bir ishni ziyoda qiladigan bo'lganligi uchun bunda qilish shariatda kelgan bo'yicha bo'lish kerak. Shariatda kelmasa, qiyos qilish orqali qilinsa, namozga ortiq bir narsani qatib qo'ygan bo'lish ehtimolligi bor. Sajdaning joyi salomdan burunmi yoki kinmi? Bu haqda ulamolar ixtiloflashdi. فداود الظاهري ذهب إلى أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو وبالأوضاع الواردة نفسها فيقتصر على ما ورد وغير ذلك إن كان فرزا أتى به وإن كان ندبا فليس عليه شيء. داود الظاهري mundaqdab qaradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda qilgan o'rinlardagina sahvi uchun sajda qiladi.
deganga badi. Va kelgan holat bilan shunlashqa namoz o'quvchi kelgan holat kelam to'xtaydi. Shuningdan boshqa agar farz bo'lsa uni qiladi, agar mustahab bo'lsa u kishiga hech qanday ish yo'q dedi. Yani Davud Zahiri'nin fikri şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde kılgan urulladı, secde kılıdı ve şu haletinin özü bilen secde kılıdı dedi. Ve zehebel imamu Ahmed vel Hanabile ila ennehu yescudu qabla salam fil mevazi'alleti secde fiha Resulullah qabla salam ve ba'da salam fil mevazi'alleti secde fiha ba'da salam. İmam Ahmed bilen Hanbali bu xil qarashga badi. Namoz o'quvchi Rasulullah salomdan burun sajda qilgan o'rinlarda salomdan burun sajda qiladi. Salomdan keyin sajda qilgan o'rinlarda salomdan keyin sajda qiladi degan qarashga badi. Shuniga qaraymiz. Rasulullah qaysini qilgan bo'lsa, salomdan burun qilgan yerda salomdan burun, salomdan keyin qilgan yerga salomdan keyin sajda qilamiz deganga borgan Ahmad ibn Hanbalilar. Ammo Davud Rasulullah sajda qilgan joyda sajda qiladi va shu holatning o'zi bilan sajda qiladi. Uningdan boshqa qat'an sajda qilib bo'lmaydi dedi. Qala Ibn Qudama fil Mughni. Ibn Qudama Al-Mughni nomli kitobida bunda dedi. As-sujudu kullu inda Ahmad qabla salam illa fil waz'ayn allazayn warada an-nassu bi sujudihima ba'da salam. Ibn Qudama Al-Mughni nomli kitobda bunda deydi. Sajdalarning hammasi Ahmadning qarashida salomdan burun bo'ladi. Sajda sahvi qilmoqchi bo'lgan kishi salomdan burun sajda qiladi degan Hanbali mazhabda. Faqat ikkala holatda keldi nas, o ikki holatda salomdan burun sajda qilganlik, salomdan keyin sajda qilganlik to'g'risida. Bu yerda sajda salomdan keyin qiladi, qoldi yerda salomdan burun. Va ma adaha huma yasjudu lahu qabla salam. O ikkisidan boshqa joylarda salomdan burun sajda qiladi. Va yaqsud بالموضعين ما ورد في الصحيح من حديث ذي اليدين حين سلم صلى الله عليه وسلم من سنتين في رباعية من أنه أتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وما جاء في الصحيح من حديث إمران بن حسين في إحدى راويتي حين سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث في رباعية من أنه سلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم. İki joy bilan sahih hadisda kelgan urun maqsad qiladi. Zilyadaynning hadisidan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 rakatlik namozning 2-chi rakatida salom bergan chaqda, ya'ni u Payg'ambar alayhisolatu vasallam qolib qolgan namozni to'liqlab, keyin 2 sajdani qildi. U payg'ambarim o'ltirg'iliq salomdan keyin İmran ibn Husaynning 2 rivoyatining birida kelgan sahih hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 rakatlik namozning 3-chi rakatida salom qildi. Yana u payg'ambarim qolib qolgan 1 rakatni o'tidi, an salom berdi. An sajda sahvini qilib salom berdi degan mush 2 yerda. Zilyadaynning bir hadisi va ammolarga ma'lum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 rakatlik namazda 4 rakatlik namazda 2 rakat o'qigan chaqda aqusirati salati amnasita ya Rasulullah degan o namozni oz qoldimi yoki ovib qoldimi, ya'ni unutib qoldimi deganda payg'ambarim hech qanday ish bo'lmadi dedi. Payg'ambar Zilyadayn ha to'g'ri zodi shunda bo'ldi dedi. Rasulullah 2 rakat namozni o'qidi, o'qib salom berib bo'lib 2 sajda qilgan. Bu birisi. İkinci birisi İmran ibn Husayn rivayet kılan hadis mana. 4 rakatlik namazda 3 rakat o'qidi, keyin 1 rakatni o'qib salom berdi. Mana bu 2 o'rinda salomdan keyin sajda qilsa, ammo qoldi o'rinlarda salomdan burun sajda qiladi deb Imom Ahmad ibn Hanbal
shuni bayon qildi. Va zahaba Malikun va Shafi'i fi qawlillah ila tafriqati bayna as-sahwi biz-ziyada va as-sahwi bin-naqs. İmam Malik bilan İmam Shafi'i bir qavlida, İmam Shafi'ning ko'pincha ikki qavli bo'ladi. Bir qavlida ortiq namoz o'qib silish bilan sahvi qilish bilan namozni kam o'qish orqali sahvi qilish orasini ayirishga bo'lgan. Ikkolan ayiramiz degan. Tayassudu liz-ziyada ba'da salam va lin-naqs qabla. Namozda ortiq o'qib sağanlik uchun qilinadigan sajda sahvida salomdan burun sajda qiladi. Namozda kam o'qib sağanlik uchun qilinadigan sajda sahvida salomdan burun sajda qiladi dedi. Va Imom Ahmad, Imom Malik bilan İmam Shafi'ninki ikkisining o'rtasidagi farq shu. Qala ba'duhum vel farqu bayna ziyada va naqs baynun fi zalik. Ba'zanlar namozni ortiq o'qib selish bilan qilinadigan sajda sahvi bilan kam o'qish bilan qilinadigan sajda sahvi o'rtasidagi farq uchuq bu haqda. Lianna sujuda nuqsan islahun va jabrun. Ve muhalun en yekuna al-islah vel jabru ba'da al-khuruj min as-salah. Nima uchun? Chunki kam o'qib sağanlikda qilinadigan sajda namozni o'ngshash va tuzashdir. O'ngshash, tuzish namozdan chiqib ketib bo'lgandan bo'lishi mumkin emas. Amma sujudu fi ziyada fa innama huwa targhimun lish-shaytan wa zalika yanbaghi an yakuna ba'da al-faragh wa hum bizalika yushiruna ila al-hadith as-sahih idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla salasan aw arba'a فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. Ama qo'shib o'qib qilib qilinadigan sajdaga kelsak, bu sajda shaytonni xor qilish uchun bo'ladi. Sen bizni iziq to'g'an bilan biz sana bo'ysunmaymiz deb xor qilishni bo'ladi. Bu beka bo'lgandan keyin bo'lishi loyiq. Ular mushar qilib sahih hadisga ishorat qiladi. Sizlarning birovning namozi shak qilsa 3 rakat o'tadimi yo 4 rakat o'tadimi, qancha rakat o'tadi buni bilamasa, shakni tashib o'tib jazmiyat qilg'inga asoslansin. Kim salom berishdan burun ikki sajdani qilsin. Agar 5 rakat o'qib salgan bo'lsa, uningga namozini juplab 6 rakat qilsin. Agar namozni mukammal qilish uchun o'qisa, bu shaytonni xor qilish uchun bo'ladi degan. Demak, mana bu Rasulullahning hadisida biri shaytonni xor qilish uchun bo'ladi dedi. Yana birisi shakni tashib o'tib jazmiyat qilg'inga, shaj qilg'inga asoslansin dedi. Zahaba Abu Hanifa va ashabu va haka qawlan li-Shafi'i anna sujud as-sahwi kulluhu ba'da salam. Imom Abu Hanifa va uning ashablari Shafi'ning bir qavlini hikoya qildi. Yuqorida dedikki, bir qavlida salomdan burun deb, bir qavlida salomdan keyin. Bular bu sajda sahvining hammasi salomdan keyin bo'ladi deganga bo'lgan. Buning qarashi shu. Malik bilan Shafi'i bir qavlida salomdan burun. Imom Abu Hanifa ashablari Shafi'i bir qavlida salomdan keyin. Hanbalilar salomdan burun, faqat ikki joyda salomdan keyin. Davud Zohiri faqat Rasululloh sajda qilgan o'rinlarda ham sajda qilinadi, boshqada qilmaydi. Mana bu shuningga bo'linadi. Va fi qawli li-Shafi'i anna sujud as-sahwi kulluhu qabla as-salam. Shafi'ning bir qavlida sajda sahvining hammasi salomdan burun bo'ladi. Va inda tahqiq najidu anna amra hazal khilaf kulluhu hayyin. Mushu gaplarni bir aniqlagan, tashshurgan, tadqiq qilgan chaqimizda bu ixtilofning ishi oson ekanligini bilamiz. Unda jiq ish emas.
Fakat naqalal mawrudi ve gayruhul icma ala cevaz haza aw zak. İmamul Mawrudi ve onundan başkalar bunu kılsımı buludu ya onu kılsımı buludu degenge icmanı nakıl kıldı. Salamdan keyin secde kılsımı buludu, salamdan burun secde kılsımı buludu. İcma o. Yani icma var. Doğru. Hiçbir farkı yok. Ve innemel hilaful abdel. Fakat ihtilaf ebzelde. Haysi ebzel. Burun kısmı, keyin kısmı. Ve gaza قال ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعد ألا شيء عليه. Şuningdek İbn Abdülber degan kishi İmam Malik'tin ihtilaf yok ish agar sajda sahviga salomdan burun sajda qilsa yoki salomdan keyin sajda qilsa u odamga hech qanday bir ish yo'q degan rivoyat qilgan. وسرها صاحب الهداية بأن الاختلاف عند الحنفية في الأولوية. هداية أبترمو اختلاف حنفيler arasındaki ihtilaf şu evlalık meselesinde işgallikini o çok bayan kıldı. Doğru. Neka bazı haka bazıhum khilafan fil izza inde Şafi'iyye vel Malikiyye vel Hanefiyye velakinnehu fi kavlin da'if. Bazen ulamalar İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Hanefi'nin karşıdaki ihtilaf namaz kufay kılamdı, kılmamdı degan haqda degan nikah kıldı. Bu aciz söz. Vel mu'tamadu fil mes'ele enel hilafe fil evla vel abdel. Meseledeki işkencilik karaş, ihtilaf evla ebzel hakkında. Hükmü sucud-i sehvi mesnunun kulluhu inde Şafi'iyye. وعند المالكية واجب للنقص دون الزيادة وعند الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب السجود لتركها سهوا وبين السنن القولية فلا يجب وكذا يجب إذا سهى بزيادة فعل أو قول يبطل عمده وعند الحنفية واجب كله. Hükmü meselesi kelimemiz. Secde sahvinin hükmü İmam-ı Şafii'nin karşıda hemmesi sünnet. İmam Malik'in karşıda namazda kam okuganlık üçün kılınılan secde sahvi vacip, artık okuğunu bunun için kirmeydi. Hanbeli'nin karşıda namazının rüknüdün başka vacibatlarının arasında tefsilat var. Feyecibu sucud yani vacibatlarını unutup qilib, g'afillikni qilib qo'yib qo'ygan kishilar uchun sajda qilish vojib. Qavliya sunnatlarda vojib bo'lmaydi. Shuningdek, biror qiliqni ortiq qilib solgan bo'lsa yoki biror so'zni ortiq qilib silish bilan g'afillikni qilib solgan bo'lsa, u vojib. Hanifilarning qarshida hammasi vojib. Yani bu yerde İmam-ı Şafii hemmesi sünnet dedi. İmam Ebu Hanife hemmine vacip dedi. İmam Maliki bazı vacip emez dedi. İmam Ahmed ibn Hanbel yine umu bazı vacip emez dedi. Amma keyfiyetu hükmü şu. Amma bununki şekli فَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ فَهَذِهِ سَجْدَتَانِ. Onun secdenin şekli bolsa secde kılgıçı tekbir etidi, Allahu Ekber deb secde kılıdı. Yani beşini kötüreş için tekbir etip beşini kötürüdü. Kin tekbir etip secde kılıdı. Kin beşini kötürüp tekbir etip beşini kötürüdü. Mana bu iki secde. فَلَوْ اِقْتَسَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ صَاحِيًا لَمْ يَلْزَمُ شَيْءٍ. Navadi bir secde bilen toxtab kalsa unutup kalganlıktan o adamga hiç qanday iş lazım kelmaydi. Amma amiden fatabtulu salatuhu indal Şafi'iyye dunal Hanefiyye. Ama kasten bir secdede toxtab kalsa o kişinin namazı batıl, İmam-ı Şafii'nin karşıda Hanefisiz. Ve tekbir fi secdeti sahvi meşru'un bil icma. Secde sahvide tekbir bil icma yol koyulgan. Tekbir etmesi bulmaydı. Kema huwa fi sucudi salah.
namazning sajdalaridagiga o'xshash. Vel cehru bih kema fil cehri bih fi sudud salah. Bu takbirni oshkor deyish kerak. Bu takbirni namazning sajdalarida oshkor qilganda. Ve tekbiratu salavat kulluhu sünneh gayru tekbiratil ihram fahiye ruknun indel cumhur. Namazlarının hemmisinin tekbiri sünnet. Hem namazının tekbiri sünnet. İhram tekbirinden başka, namazda başlayılan tekbiratul ihram var, şunundan başka. O cumhur ulemalarının karşıda rüknü, fariz. İmam Ahmed zahirlarının karşıda namazının tekbiri vacip. Ahmed ile zahiriler namazının tekbirini vacip. Cumhur ulemalar o sünnet. ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام وإنما الخلاف في السجود الذي يقع بعد السلام. Salamdan burun buluduğan secde sahvi ihram tekbirisiga muhtoj bo'lmaydiganligida ixtilof yo'q. Faqat salamdan kin buluduğan secde sahvida ixtilof bor. Salam berishning oldida Alloh akbar deb sajda qilsa, buningga sajda ihrom sajdasi ketmaydi, ya'ni boshlash sajdasi. Ammo salom berib bo'lgandan keyin namozdan inson chiqib bo'lgandan keyin sajda qilmoqchi bo'lsa, qoidadan ya'ni takbiratul ihrom ketmamdi buning ixtilof bor. Val jumhur ala annahu yaktafi bi takbiratis sujud va huwa g'alibul ahadis. Jumhurul mala namoz o'quvchi sajdaning takbiri bilan kifoyalanadi deganga borgan. Bu hadislarning ko'pinchisining mazmuni. Va hal yusallimu iza sajada ba'da salam. Salamdan keyin sajda qilsa, qilgan vaqtda salam beramdi. Salamni berib bo'lib sajda qilgandan keyin yana salam beramdi. Hakal Qurtubi fi qawli Malik wujuba salam ba'da sajdati sahvi. Imomul Qurtubi Malikningki so'zida sajda sahvidan keyin salam berishning vojibligini so'zladi. Hal yetashahhadu ba'da sujudi sahvi. Sajda sahvidan keyin tashahhud o'qamdi. Al-jumhur ala annahu la tashahhuda ba'da sujudi sahvi al-waqi qabla as-salam. Jumhur ulama salamdan burun buluduğan sajda sahvidan keyin tashahhud o'qish yo'q deganga bordi. Ama salamdan kin buluduğunu İmam Hanifi'nin karşısında teşahhud okuydu. Ahmet'in karşısında teşahhud okuydu. Bazı Malikiler ve Şafii'nin bir kavlida teşahhud okuydu dedik. Salamdan burun bolsa teşahhud ketmaydi, salamdan kin bolsa teşahhud ketidi. Amma mevqiful lezi yeşukku ve huve fi salah asalla salasan am arba'an. Namaz okuyup durup 3 rekat namaz okudumu ya 4 rekat okudumu şak kılgan kişinin meydanı meselesi fakat ihtilafel fuqaha fima yecibu aleyhi fi'lu. Fuqahalar onunla kilish vacib bo'lgan ishda ixtiloflashib qoldi. Nazaran ixtilofur rivoyat, shu rivoyatlarning xilma-xil bo'lganligiga qarab. Fakat zahabal Hasanul Basri ve ta'ifatun min as-salaf ila annahu iza shakkal musalli falam yadri zada aw naqasa falaysa alayhi illa sajdatan wa huwa jalis amalan bi zahiri riwayat sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an fa iza lam yadri ahadukum kam salla falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Hasan Basri salaflardan bir turkum ulamalar namaz o'quvchi shak selib ortiq o'qidimu yoki kam o'qidimu bilinmasa buningga o'ltirgan holatida ikki sajdalar bor degan qarashga borgan. Sahih Muslimning Abi Hurayra radhiyallohu anhudan marfu' tariqasida rivoyat qilgan rivoyatining uçuq mazmuniga amal qilib sizlarning biringlar qanchalik namoz qancha rakat namoz o'qiganligini bilamsa o'ltirgan holatida ikki sajda qilaversin degan mushuninga amal qilib
وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Cumhur mundadida. Meta şekke fi salati. O kişi namazıda kaçan şak kılgan bolsa, yani 3 rekat okudu mu ya 4 rekat okudu mu şak kılsa lazimahul bina ve lel yakin. Bu adamga işence kılgınga, cezmiyet kılgınga asaslanish lazım kılıdı. O akalli. O cezmiyet kılığını azdırıp ve yecibu aleyhi en ye'tiye bir rabi'a ve yescudu zissahve amelen bir rivayeti fel yebni ala mestayqan degan ve bu adamga 4. rekatni o'qib o'tish vacib bo'ladi ve sahvi uchun sajda qiladi cezmiyet kılığınga asaslansun degan rivoyatga amal qilib فَإِذَا تَيَقَّنَ tamam secde secdetayni lissahve tuluq o'qiganligiga ishonchi qilsa sahvi uchun 2 secde qilib o'tadi. Ve yuayyiduhum hadisu Tirmizi bularni Malik, Şafii, Ahmed Cumhurlarni İmam Tirmizi'nin hadisi güçlendirdi. İza saha ahadukum fi salatihi felem yedri vahideten salla ev isnetayn felyec'alha vahide degan hadis. Ve iza şekke fi isnetayn ve salas felyec'alha sintayn ve iza şekke fi salasi vel arba felyec'alha salasan sümme liyutimme ma baqiye min salatihi hatta yakunal vehmu fi ziyade hayran minen nuqsan. Sizlarning biringlar namazida unutib qolsa bir rekat o'tdimi yoki 2 rekat o'tdimi o'qanmasa u namozni 1 rekat hisoblasin. 2 rekat 3 rekatni shak qilib solsa o namozni 2 rekat qilsin. 3 rekat 4 rekatni shak qilib solsa namozni 3 rekat qilsin. An qilib qolgan namozni to'liq o'qisin. Ortiqda o'ylab qolganlik kamdan o'ylab qolganlikdan yaxshi bo'ladi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. وقال بعض الحنفية إن كان الشك قد عرض له لأول مرة بطلت صلاته وأعاد. Bazı Hanefiler mundaq deydi. Agar shak namoz o'quvchiga dastlabda paydo bo'lgan bo'lsa, namozi buziladi, qayta o'qiydi. Ve insara shakku adatan lahu ishtad. Shak qilish, ishkilinish uning odatiga aylangan bo'lsa, izdinidu, gumonining kuchligiga amal qiladi. Agar hech qanday gumon qilinmasa, eng ozga amal qiladi. Ya'ni 4 rekatmi, 3 rekatmi desa 3 rekat, 2 rekatmi, 1 rekatmi desa 1 rekat deganga amal qiladi. Ve fi sahvil anbiya yaqulu an-Nawawi payg'ambarlarning g'aflatda qoladiganligi haqida İmam an-Nawawi munda deydi. Yecuzun nisyanu alayhi sallallahu alayhi ve sellem fi ahkamish şer ve huve mezhabul cumhur ve zahirul Kur'an vel hadis. Peygamberlerinin şeriatının hükümlerinde unutib qilishi joiz. Şeriatning hükümlerini unutib qilishi bu joiz. Bu cumhur ulemalarining yo'li. Qur'onning, hadisning uchuq mazmuni. Ular payg'ambarning unutib qilish ustiga qo'yib qo'yilmay, balki uning Alloh taolo unutib qolganligini bildirdiganligiga birlikka keldi. Yani unutib qolganlik rost, ammo Alloh taolo uni unutib qilish ustida qo'yib qo'ymaydi, bildirib qo'ydi. Va sahvu la yunaqizun nubuva. O unutib qilish, g'aflatni qilish payg'ambarlikka qarshi kelmaydi. Va iza lam yuqarra alayhi lam yahsul minhu mafsada. Unutib qilish ustiga qo'yib qo'yilmaydi ekan, uningdan bir fasodchilik hosil bo'lmaydi, balki uningda foyda bo'ladi. Va hiya bayanu ahkamin nas va tahrirul ahkam. Bu foyda odamlarning hukmlarini bayon qilish va hükümlerini bekitish. Ve şu peygamberlerinin unutib qilishi yoki peygamberlerinki xato ketishi o bo'ladigan ish, ammo uning ustiga tashlab qo'yilmay, balkim Alloh taolo uni aslatib tuzitadi. Shuning uchun bundan bir foyda chiqadi.
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ السَّهْوِ فِي الْأَخْبَارِ. Peygamberler bəgən xəbərlərdə g'afil bo'lib xatolashib qilishninki durustligida ixtiloflashib qoldi. Wal haqqu tarjihu qawli man mana'a as-sahwa 'ala al-anbiya fi kulli khabarin min al-akhbar. Haq to'g'risi payg'ambarlarga har qanday bir xabarda xatolashib qilishni bo'lmaydi deb to'sqan cheklaganlarning so'zini kuchlantirish haq. Kama la yajuzu alayhim xulfun fi xabar la amdan va la sahvan. Xuddi payg'ambarlarga qilgan xabarida mayli qasdan, mayli unutib qilib, mayli sog', mayli kasallikda bo'lsin, mayli o'zining roziligi bilan yoki achchig'ida bo'lsin, xiloflik qilish to'g'ri bo'lmagandek. O payg'ambarlar hech qachon bergan xabarda xiloflik qilmagandek, o payg'ambarlarmi bergan xabarda xatolashmaydi deganligi bu kuchlik. Ammo xabarda emas, hukmda xatolashganlik o mumkin. Ve yu'khazu min al-hadis fawqa ma taqaddam. Hadisdan yuqori qiladin boshqa tuvandagi hukmlarni elinadi. Birinchi, annal mu'tamma yasjudu ma'a imamihi li-sahvil imam. İqtido qilguvchi kishi imomi bilan birga imom xatolashgan bo'lsa sajda qiladi. İmam xatolashgandan keyin sajda qilsa, o imom bilan birga sajda qiladi, o imom iqtido qilgandan keyin. Faqat zahaba al-Hanafiyyah va Shafi'iyya ila anna al-mu'tam yasjudu li sahvi al-imam va la yasjudu li sahvi nafsi. Hanafi, Shafi'i mazhabidagilar iqtido qilguvchi imomning xatolashganligiga sajda qiladi, o'zining xatolashganligiga sajda qilmaydi deydi. O'zi xatolashgan bo'lsa sajda qilmaydi, chunki iqtido qilgan bo'lgandan keyin. İkinci, ve enne sucude sahvi khasun bis sahvi. Secde sahvi, sahvi khas. Falav taammede terke şeyin mimma yucberu bis sucud la yascud. Eğer secdeler arkalık tüzütülüdüğün bir işini kasten koyup koygan olsa secde kılmaydı. Bu cumhurun sözü. Kasten koyup koygan olsa secde kılmaydı. الثالث أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر. Üçüncüsü, imam namazının kılıklarında iqtido qiluvchining so'ziga asoslanadi. Agarchi asliyanmasimi, o'zining anda qilganini asliyanmasimi, keynidagi iqtido qiluvchilar ashunda qildingiz desa, zodi sizning to'g'ri ekan, sizlar mening shohidim, guvohchim deblam namazını qayta o'qiydi. Buni İmam Malik bilan Ahmad dedi. Mana Rasulullohning oyati asliyanmidi bo'lmasa. To'rtinchisi, law hadasa shay'un fi salat lanabba'tukum bih degan so'zidan ildiğini annal bayan la yuakhkhar an vaqtil haja. Tushundirish hojat vaqtidan kechiktirilsa bo'lmaydi demakdir. Bir narsaga tushuncha bermoqchi bo'lsak, vaqtida beramiz. Kim tushuncha berganning foydasi yo'q. Og'ridigan ko'ngil og'riydi, yanjidigan dil yanjiydi. Beşincisi, enne şer'a ya'muru tabi'a mahma qalla sha'nu an yuzakkira al-matbu'a bima yansa. Beşincisi, şeriat agash küçük kishi uning o'rni, martabasi qanchalik tuvan bo'lib ketsin, agashilguchi kishiga u unutib qolgan narsani eslatishga bo'ladi. Yuqoridagi agashilgan kishi kim bo'lsin, eslatib qo'y, esiga solib qo'y deganga bo'ladi. Altıncısı ve ennel kelamel amda fima yuslihu salat la yufsiduha ve fihi nazar. Altıncısı namazını o'ngshaydigan, tuzaydigan ishda qasddan gap qilish namozni buzmaydi deydi. Bu gapni qarash bor. Masalan, namozda xatolashib ketgan bo'lsa bir odam, uni qasddan voy ma namoz xatolashdingiz deb gap qilib qo'ysa, namozni buzmaydi. Chunki namozni isloh qilish uchun deydi. Buningda azroq qarash bor. Yettincisi, istihbabu iqbalil imam alal jamaa biwajhihi ba'da salat. İmamning jamoatga muborak yuzi bilan oldini qilish mustahab. Namozni o'qib bo'lgandan keyin qibla oldini qilib jamoat keyini qilib turib olmay, jamoat taraf oldini qilish mustahab. As-salis anna salam wa niyatul khuruj min as-salat sahvan la yaqta'u salat. 8. Salam namozdan unutib qilib chiqish niyati namozni buzmaydi.
Yani namazdan unutup qilib chiqishni niyat qilgan bo'lsak, bu namoz buzilmaydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Darsal uzun bo'lib qoldi. Yaxshi bir ko'rasizlar. Bir rahmatga rahmanir rahim.